bir ne'mati azimi ki Xudovandi mutaol biz sizlarga munosib ko'rdi. Bir kishvari amniyat, bir kishvari islomiy, bir kishvari ki jahoni islomiy kufr bugun iftixor qiladiki, Afg'onistonga tamom jahon bil oxira taslim ki musulmon, taslim ki mujohid, taslim ki olim, taslim ki g'ozi, taslim ki mujohid. Bil oxira tamom jahoni kufr islom bugun iftixor qiladiki, nuqtai jahonda, nuqtai Osiyoda bir kishvar banomi Afg'oniston mavjud. Unda millatlar mavjud, unda ummatlar mavjud, unda mardum mavjud zindalik qiladiki dar muqobili din, در مقابل خدا، در مقابل قرآن نارگه فایدار و وفادار bir افتخار عظیمی که بگن ملتی مردم افغانستان عزیز نوستگه الله متعال لطف و کرم قلده در مقابل بونga شکر لازم ولا ان شکرتم لازیدنکم اگر biz در بونga شکر نعمت qilsak sifat qilsak xudo ziyod qiladi fazlini ziyod qiladi amniyatimizni doimiy qaytaradi bunday bil oxira rahbaroyi ba iftixor bunday ulamoyi azizi ki bugun biz sizlarga amiriyatlik qiladi xudovand doimiy qaytaradi wala in kafartum Allah aytadiki agar shunday ne'matlarga sizlar kufr ne'mat qilsanglar Allah aytadiki sizlar shunday in'omi ki men qildim fazli ki men qildim agar kufr ne'mat qilsanglar buning muqobiliga sizlar turkasanglar bil oxirat buning muqobiliga kufr ne'matlik qilib gunohun tavtiyabandi qilsanglar inna azabi la shadid azobi parvardigoram chonon saxtiki mutahammili azob bo'lalmaymiz Xudovandi mutaol qodir va tavonoyi ki bu amniyatni bizdan olalsa qodir va tavonoyi ki bir zolimini bir kofirni bir yahudini bugun olib kelsa bizlarning ustimizga hukmronlik qilsa masjidga azon aytalmaymiz jamoat barpo qilalmaymiz dinimizga qoyim bo'lalmaymiz bu bir azobi Xudovandi mutaoli ki agar kufr ne'mat dar muqobili bu amniyati ki bugun Afg'onistonda mavjud agar biz sizlar kufr ne'matlik qilsak bu ro'zda hech shak va tardidi yo'qki keladi boyat dar muqobili bu in'om musulmononi aziz xoharon va modaron javononi aziz sifat qilsak shukri guzori qilsak sajda shukr boyat ado qilsak